bemorimiz bir oydan kelgan, lecheniyadan keyin keldilar. Nima o'zgarishlar bor sizda? O'zim ancha yengil his qilyapman. Birinchi qo'limda, oyog'imda umuman ishlar ketdi. Chunki oyoq kiyim razmerim 40-41 ga chiqib qoldi. Hozir yana 38 razmerimga tushdi. Harakatlanishim osonroq, ancha 80% o'zgardi. Necha kiloga ozdingiz? 13,5 kiloga ozdim. Ozganingizdan keyin atrofingizda Odamlar oshqozoningiz kestirdingizmi deb juda ko'pchilik savol berishdi. Ba'zilar o'sha kestiribdi oshqozonni deb o'ylashdi ham. Keyin o'zingizdan so'ralmayapti, o'zingiz oshqozoningizni kestirdingizmi dedi. Yo'q, kestirganim yo'q. Endokrinolog nazoratidaman. Shunda borib turibman, Toshkentga qatnab turibman dedim. Mana o'zim Paftor onamga ko'rikka keldim. bitta o'zingiz emas, O'zim yana jiyanimni ham olib keldim. U meni rasmda ko'rib, "Ozmisiz, amma men ham boray" deb jiyanim bilan keldim. Xudo xolisa 1 oy, 2 oydan keyin undan ham zo'rroq rezultat ko'ramiz. Chunki o'zingizga bo'lgan ishonch yana ham ortib, lecheniyalarni vaqtida to'g'ri qilsangiz, Xudo xolisa undan ham foyda. Men o'zi sizlarni anaqalaringga, klinikalaringga tomir doktor bor. Shu kishiga kelgandim. Men oyoqlarim o'z tromb bormikan, bunaqa achok beryapti deb shu kishiga borsam, sizda hech qanaqa tromb yo'q, faqat semizlikdan dedi. Agar oziyman desangiz, bitta yaxshi qizimiz bor, shuni tavsiya qilaman dedi. Shu kishidan so'rab shu yoqqa kelganman. Tushunarli. Xudo xolisa hamma bemorlarimiz yaxshi bo'lib ketishsa, biz xursand bo'lamiz. Endokrinolog nazoratida bo'lishni unutmanglar.